Bitta zapravka bilan 380 km Kia Sonet yuradimi? Albatta yuradi. Reallikda hozir video obzor olamiz. Ya'ni Kia Sonetga 380 km yuradigan xizmat. Xo'p, aka qarang. Siz zapravka qildingiz, 1,5 oyni sizga ustonovka qildik. Ustonovka qilib berdik, to'g'rimi? Necha kilometr yurdi o'shanda? 380 km. 380 km pik zapravka bilan yurdingiz. Xo'p, konditsioner bilan qancha kilometr yuryapsiz? 340, 330, Da. 340 dan kam yurdi. Da. Xo'p, eng ko'pi 380 km yurdim deyapti. Akani biz hech qanday tayyorlaganimiz yo'q. Bironta gapni ayting dedikmi aka sizga? Bor gap reallikda olinyapti. Buni olganda bu foydasi yo'q. Da, bor haqiqat ila 380 km. Biz faqatgina tixot qilib beryapmiz. Ya'ni 1,5 oydan keyin bizning oldimizga kelgan vaqtida. Xo'p, aka shuncha vaqt ichida bironta problema qildimi? Yo'q. Kelish tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman. Bo'ldi. Addushi akalar qara 380 km 105 ming so'm pulga nima deyapti aka? Bu videoni zudlik bilan Kia Sonetchilarga yuborib qo'ying. 105 ming so'm pul bilan 380 km yurib o'tishingiz mumkin ekan. Endi konditsioner bilan, endi sal kamroq bo'ladi. Biz lekin 300 km ga garantiya beramiz. Undan yog'i endi sizga foyda bo'ladi. Pastda raqam qoldiramiz. Kia Sonetchilarga bu videoni yuborib qo'ying. Aka hali ham obuna bo'lganingiz yo'q. Bitta obuna bo'lib qo'yavering. 24 ga 7 sifatli xizmat ko'rsatamiz. Propan metan bo'yicha.